Koreyslar sevgan cho'chqa go'shtidan bo'ladigan sho'rvani tayyorlaymiz. Anchadan buyon turmush o'rtog'im kimchi chim yegisi kelganini aytib kelayotgandi. Bugun shu ovqatni tayyorladim. Bu ovqatni tayyorlash juda ham oson. Kimchi bilan cho'chqa go'shti qaynatiladi va tayyor bo'ladi. Birinchi bo'lib kimchini soldim va suvini ham quydim. Undan so'ra oddiy suv quyib, maydalangan qalampirni soldim. Soya sos, shakar va ovqatlarga solinadigan pripravani soldim. Uyda maydalangan chesnoy yo'q ekan, shuning uchun qo'lbola qilib o'zim yaxshilab maydaladim. Undan so'ra ovqatni ustiga va birgalikda yeyish uchun piyozni maydalab o'zim to'g'radim. Shunaqa qilib to'g'rasalar ham bo'ladi yoki apparat bo'lsa, apparat to'g'rasa ham bo'ladi. Undan so'ra dimlab qo'ydim. 30 daqiqa shunaqa dimlab qo'yasiz. Orada shirin bo'lsin deb piyozni ham soldim. Menda istaydigan yo'q, shuning uchun go'shtni shunaqa idishda istaman. Ichiga o'zingiz xohlasangiz chamkirim solasiz. Go'shtini esa tabizga qarab mol go'shti yoki baliq solib qilsangiz ham bo'ladi. Men esa mol go'shti solib tayyorladim. Bozordan esa kimchilar olib keldim. Bodringli kimchi, chesnoyli kimchi, dasturxonni tuzab shunaqa qilib tayyorladim. Meni turmush o'rtog'im Turkiyalik va musulmon. Men ham O'zbekistonlik musulmonman. Hozirda Koreyada yashaymiz. Shunaqangi halol bo'lmagan ovqatlarni uyda tayyorlab, xo'jayinim bilan birgalikda yeymiz. Aynan shu ovqatni keyingi videoda mukbang qildim. Mukbangni ko'rmoqchi bo'lsangiz, keyingi videoda ko'ring. Sizga qaysi koreyskiy ovqat yoqadi?